Xo'p, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bizda dahshat kanal keldi. 668 ming obunachisi bor. Tayyor pul ishlaydigan kanal mana. 668 ming obunachi, tayyor pul ishlaydi. Statistikalar. Hozir YouTube studiyani o'zini ham ko'rsam, bitta kanalni ko'rsatib ketay. 963 mingta eng ko'p ko'rilgan videosi, keyin 800 ming, 400 ming bular uzun videolar edi. Shortsga nisbatan shortslar deyarli yo'q ekan. Asosan uzun video bu. 963 ming prosmotr bo'lgan. 900 ming, 800 ming, 400 ming mana ko'rib turibsizlar. Ma'ruzalar yo'nalishidagi kanal. Pul ishlaydi qizig'i. Hozir ko'rsataman. Qani YouTube studiyamiz. Hop. Studiya qani? Hop, studiya. Hop, YouTube studiya do'stlar mana 668 ming obunachisi bor. Hop, oyiga 34 dollar pul ishlayapti. Tayyor pul ishlaydigan kanal. Statistikasini ko'rsatib o'taman. Statistikasi oyiga 75 ming prosmotrga 34 dollar pul to'layapti do'stlar. Hozirgacha ishlagan pulini ko'rsataymi sizlarga? Kanal zo'r. Mana lifetime ham qiladigan bo'lsam, mana 12 ming dollar pul ishlagan YouTubedan ko'ryapsizlar? Pul ishlab bo'lmaydi YouTubedanmish. Mana 12 ming, 13 ming dollar yaqinga pul ishlagan, 13 ming dollar. Xo'p, prosmotrlari hozirgacha qancha prosmotr bo'libdi? 115 million ekan, uzr. 115 million prosmotr bo'lgan mana. Statistikalari yaxshi bo'ladi. Endi sal videolar eskiroq 121 kun bo'lgan, shuni hisobiga ozgina odam chiqib ketyapti. Endi olib, konkret mehnat qilib ishlatish kerak edi kanalni. Kanalni yurg'izib ishlatmasangiz do'stlar, kanal yurmaydi-da. Ishlash kerak, sal qarash kerak. Bu kanal endi ishlatilmagan hisobiga sal endi statistika tashlagan. Pul ishlaydigan tayyor kanal do'stlar, xullas. Kanal narxi ham arzon, 1550 dollar qo'yapmiz. Bo'lish narxi bu do'stlar 1550. Konkret oladigan odam bo'lsa yozsin. Telegramda shuni 1550 ko'rishibmi, naqdmi, farqi bo'lsa beradi, sirazi nomga o'tkazib beramiz. 600 ming odam, hazır emas, 100 ming, 200 mingtalik, 10 mingtalik kanal ko'rsatmayman, 600 mingtalik kanal, tayyor pul ishlaydigan kanal ko'rsatyapman do'stlar. Statistikalari yaxshi mana, o'zimda turibdi kanal. Oladiganlar bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqinglar. 99lik 791 99lik 791 32 32 Telegramda yozaverasiz.